G'azolik musulmonlar og'ir qiyinchiliklarni ko'rsa ham, chodirlarni ilonlar bossa ham, chodirlarni suvlar bossa ham, yoki qishning sovuq kunlari bo'lsa ham, yoki yozning issiq jazirama kunlari bo'lsa ham, g'azolik musulmonlar Allohga bo'lgan umidini va Allohning kalomi Qur'onga bo'lgan muhabbatini yo'qotishmadi. Ha, bugun g'azolik musulmonlar og'ir kunlarni, og'ir musibatlarni, bombardimonlarni va chodirdagi og'ir hayotni boshdan o'tkazishmoqda. Lekin shunga qaramay Qur'onni tark etib qo'yishmadi. Qur'ondan bir lahza bo'lsa ham uzoqlashishmadi. Va mana shunday mazlumlar Allohning kalomini, Allohning Qur'onni yod olishda davom etishmoqda. Bizlar ham Muraqablar xayriya jamoasi o'laroq mana shunday Qur'onga qalbini, muhabbatini bog'lagan musulmonlar uchun Alloh taoloning fazli va rahmati bilan ihson qilayotgan aka-uka opa-singillarimizning yordamlarini ulashishda, ularni xursand qilishda, ularni quvontirishda davom etyapmiz. Albatta, ushbu ihsonlar, ushbu hadiyalar Qur'onga qalbini bog'lagan musulmonlarga quvonch baxshid etadi va ularni rag'batlantiradi. Albatta, ushbu Qur'onni yod olayotgan musulmonlar Qur'ondan bir harf o'qisa ham ihson qilayotgan, zakotini ulashayotgan musulmonlarga ajrlar borib turadi inshaalloh. Bugun ham ko'rib turganingizdek, mana shunday Qur'onni yod olayotgan Qur'on halaqasidagi o'g'il va qizlar uchun tadbir uyushtirdik va ihson qilayotgan, zakotlarni G'azzoga ulashayotgan aka-uka opa-singillarimizning ihsonlarini mana shunday mazlumlarga naqd pul shaklda yoki hadiya shaklda ularga ulashtirib berdik. Alloh taolo o'z molidan, o'z ihsonidan g'azzolik musulmonlarga ulashayotgan aka-uka opa-singillarimizdan rozi bo'lsin va mana bu amallari sababli Alloh taolo ularni Firdavs va Naim jannatlar bilan mukofotlasin. Agar sizlar ham o'z ihsoningizni, yordamingizni G'azzodagi musulmonlarga ulashtirishni istaylar, bizning aloqa manzillariga chiqishlar mumkin. Bizlar ham imkon qadar tezkor shaklda yordamlaringizni ulashda davom etamiz inshaalloh.